Xo'p. Yangi rangdan yangi mahsulot. SPC nima edi aka bu? Xo'p, orqasi materialli, oldi MDF bo'ladi. Donasi 90 ming chiqadi hozirgi kunda donaga. O ish uchun bitta dizayn qilishingiz uchun, ko'z ostingizga keltirish uchun mana sizga oddiy dizayn qilib beramiz. Oddiy dizayn. Xohlasangiz, yoniga boshqa narsa qilsangiz ham qarang. Donasi 90 ming chiqadi, orqasi materialli. Oldi MDF ko'ryapsizlar, donaga optimga bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqinglar, vashchi ishkalar narxda optim bo'yicha. Optim bo'lsa. Buni oldiga bitta yana sizga zo'r narsa ko'rsatib beraman, qarang. Ketib qolmang uzoqqa. Uzoqlashish yo'q. Qarang. Nima deyapti? Ko'rasizmi? Buni ham orqasi materialli, oldi MDF. Nima deyapti? Bitta dizaynni o'zingiz ko'ring. Dod deyaptimi? Yorib yuryaptimi? Gap bo'lishi mumkin. Xo'p. Bunisi donaga 270 ming chiqadi. Optimga biz aloqaga chiqinglar. Vashchi cho'tki narxda bu ikkalasi. Bor. Egalar nomerini yozib qoldirib aloqaga chiqaverasiz. Uyingiz ichki dizaynlarini, qanaqa joiz dizaynlarni bo'lsa, mana shu narsani ishlatib yorib yuborsangiz bo'ladi.